Annyeonghaseyo, yobo. Qanaqasi yo tushunmadim. Mani kreditim yo'q xolos, qolgan hamma narsam bor, Xudoga shukr. Koreyscha salom beryapman sizga. Men koreyscha drama ko'rishni boshladim. Endi meni har kuni tangim obrazda ko'rasizpa. Hozir o'tgan oy turkcha yashovdik. Bu oy koreyscha yashaymizmi deyman-da. Qoshiq olib ber. Qo'shig'i yo'q, cho'pdaysiz, yobo. Och qolib ketaman, shekilli. Lekin kelin hayotni boqlabsiz. Gap yo'q. Buni otini kimchi deydilar, dadajon? Nimachi bo'lsa ham gap yo'q. O'zimni tangim kelinimni aylanay. Kimsmida bujim? Higo. So'kinmadimi bu? Rahmat dadajon deyapti. Lekin bekor maqtadingiz dada. Nimaga? Endi to'lqa kimchi bilan ramyo yeymiz. Voy. Bo'pti, men sochimni oldirib kelay. Oppa, sochingizni mana qoldirib keling. Qo'y, qizdan puchosasini qildirmayman, oy. Qizlar, bu koreyska idolda desku. Men buni qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'raman. Tinchgina kalga oldirganim yaxshi, xo'p? Kalga oldirganingiz yoqmaydi. Nima yoqadi? Kaldan berganingiz yoqadi, oppa. Opayni ham umri uzoq bo'lsin. Kimizdan? Parashok olib keldingizmi, yobo? Ha, sen yaxshi ko'radigan ko'pimni olib keldim. Koreya mahsuloti. Allergiya chaqirmaydi, kirlarni toza yuvadi, keyin kiyimingni 48 soatgacha shirin parfyum hidi kelib turadi. Dedim yaxshi bilasizda, oppa. Unda men eski idishni tashlab yuboray. To'xta. Uni tagini kesib, keyin tashlash kerak ekan. Bo'lmasa buni idishiga soxta, sifatsiz parashoklardan solib, ko'pim deb sotishyapti ekan. Haygo. Bunaqa ekonom paketlisidan ham oldim. 1.5 litrlisi ham, 2.6 litrlisi ham bor ekan. Bemalol buni bu idishga qo'yib ishlatsang ham bo'ladi. Sarang oppa. Men ham yo'bo. Menga ham yo'qdimi nima bo'la? Astagfirullah. Reso xotin. Kuning bittida iso. Bu yana yangi serial boshlab tomi ketdimi deyman-da. O'zingni bossasiyona. Men jumoyman.